22 noyabr Psixologlar kuni munosabati bilan Ma'mun universitetida katta tadbir bo'lib o'tdi. Psixologlar bular insonning ruhiyatini davolovchi, ularning hayotdagi muammolarni yengishga yordam beruvchi qalb egalari hisoblaniladi. Psixologlar kuni bilan jamoamizni, barcha psixologlarni tabriklayman. Bu borada psixologiya yo'nalishida ta'lim olayotgan barcha talabalarning kelgusi ishlariga omad tilayman. Barcha psixologlarga bayram muborak bo'lsin.